Do'stim. Senga bitta maslahat beraymi? Men bugundan boshlab asabiylashishni umuman yig'ishdim. Senga maslahatim umuman asabiylashishni do'stim. Bo'ldi. Telefonlashamiz. Sog' ol. Nima kirsam maylimi? Keling o'g'lim, qachondan beri ruxsat so'raydigan bo'lib qoldi. Shumtaka, qani o'tiringchi. Nima qilyapsiz? Obbo shumtaka, juda ham qiziqqansizda. Do'stlarga shu asabiylashmaslikni o'rgatib turgandimda hozir. Siz telefonda gaplashaverib, meni gullar umrim o'tib ketyapti dada. Yo'q, men edi ba. Undan sizga bitta savolim bor. Xo'sh, qanaqa savol ekan? Shumtaka, bu olmaga qaraganda savolimiz olma haqida bo'ladi shekilli-a. Mana ikkita olma. Mana yana ikkita olma. Shu hammasi bilinlashda bo'ladi. Shumtaka, ikkita olmaga ikkitani qo'shsa 4 ta bo'ladi-da. Menga 4 ta, menga 5 ta emas. Yo'q, o'g'lim, adashyapsiz. Ikkita olmaga ikkitani qo'shsa 5 ta emas, 4 ta bo'ladi. Men sizni tushunyapman. Menga 5 ta emas, menga 3 ta emas, menga 4 ta. Bola, jon bola. Qanaqasiga 4 ta olma? 5 ta bo'lib qolishi mumkin-a? Mana shuning juda katta bo'lsa, tavuk bo'lishi mumkinmi? Bola, juda katta bo'lsa xo'roz bo'lishi mumkin. Babacha katta bo'lsa qo'chqor bo'lishi mumkin. Lekin qanaqasiga 4 ta olma? 5 ta bo'lib qolishi mumkin-a? Dada o'zingizni boshing. Chuqur nafas oling. Nafasingizni chiqaring. Dada, o'zingizga keldingizmi? Bola, ancha yaxshi-pa. Bo'lmasam davom etamiz. Obbo shumtaka, siz ishga bormasangiz yetib qolaman ekan. Bugun juda ajoyib voqealar bo'ldi. Ha, bu kayfiyatlar yo'q. Yana olingiz xabar qilaman. Hey dada, yuragim og'riyapti dada. Shumtaka, bu nima deganingiz bu? Hey dada, yuragim sevib qoldi dada. Sevib qoldim? To'g'rimi? Men hatto sevgan qizimni bag'ishlab she'r yozdim. Obbo shumtaka, endi o'tkazib yuboramiz. Qani, qanaqa she'r ekan, bir eshitaylik-chi. Qalbimga oppo, hassasizlikcha, ko'proq bering o'yinchoq, peshonasi yalpoq. Javob. Mana buni sevgisi bo'ladi. Shumtaka, yana nima bo'ldi bu safar? Yo yana yuragingiz og'riyaptimi? Siz meni avval mavzuni olib kelaman deb olib kelmadingiz-ku, aldadingiz-ku, yolg'onchi. Shunga shunchalikmi shumtaka? Bo'pti, ertaga olib kelveraman, qochib ketmayapman-ku. Yig'layapsizmi? Faqat yig'lamang, iltimos, hozir men ham yig'lavorman. Siz opam tug'ilganida maruzinalar olib beraman deb olib bermagansiz, yolg'onchi. Qanaqasiga olib bermaganman, yolg'onchi? Olib berganman-ku. Men uzoq qilib yegansiz. Ana, to'g'rimi? Opangizdan so'rang ana. To'g'rimi? Dada, ukam mendan kattami? Qizim, yaqinda 3-sinf bo'lasan. Kallang bormi? Qanaqasiga ukang sendan katta bo'ladi? Unda qanaqasiga men tug'ilganimda maruzinalar olib bergan dada? Bu matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-yu. Bu safar ham meni boplabdi, shumtaka. Alijonov. Hammasi meni bezovta qilmay futbol boshlandi. Zo'r pas. Qo'sh. Abbos. Tep. Voy, darvozabon. Yerga tushmayapman. To'p qaytarildi. Tepib yuborilyapti va gol. Yana boshlandi. Uzatma va voy. Qanotdan haddan tashqari ko'p hujum qilyapmiz. Futbolni nasib etsami? Ber. Kipardan u pas zo'r chiqdi va yaxshi gol! Abbos! Malades! Abbos boshi bilan uryapti. Hozir yana bitta gol uramiz, ha bola, hoy bola. Yaxshi! Gol! Bola bom urmadi. Hammaga bitta-bittadan chiqsa beraman. Malades! Abbos nima qilyapti bu? Raqami 2-2. Aylanajinisi tayyor bo'lib turing, men sizga maruzinalar olib beraman. 2-2 gol urdi shakarim.
Yurak sezdi Davron. Ha, keling. Oh, mazada. Usta chaqirdingizmi? Ustalik aka, kichkina emasmisiz, ha? Bo'pti, kelibsiz, kiring. Bitirdingiz badam, ha? Bu firmada boshqa ustalar qurib ketibdimi? Bu kattaroq odam jo'natsa bo'lmasmidi? Xullas, bu uyda o'g'limga sovg'a qilgan olganman. Ertaga kelyapti. Mana shu joyga bank o'rnatib berish kerak. Qo'lingizdan kelarmish qilib, tez-tez ishni boshidan chiqani bir ko'raylik-chi. Boshlamizmi? Boshlaymiz-da, vaqt ketyapti-yu. O'g'ridan keyin uzolmasini yordam kerak. Abbo, o'zi biluvdim shunaqa bo'lishini. Hozir. Ana ustaga kiyinib oldim. Nima qilish kerak o'zi? Tekrar gapiravering, karmasmi? Vannadan kirishvoring, pabratishki. Ye, bu usta jo'natinglarsan 90 ga kirgan chol jo'natishdi menga. Hozir. Yo, tashqarida bu inson bo'lyaptimi deyman, ha? O'g'ridan sinkron qiling, shirin qoladi. Bo'ldi. O'g'ridan maqqa qaravering. Ha, ustaga, vannalar qo'yib bo'libsiz tez, ha? Mana, vanna o'rnatdim, meni ishim tugadi. Ustaga, bu vannani tubalarini kim o'rnatadi? Ye. O'g'ridan zamondan orqada qolibsiz. Men zamondan orqada qolibmanmi hali? Uyda chilagingiz bormi? Ha, chelakmi? Chelak bor. Tinchlikmidi? Chelakka suv olib vannaga qo'yasiz. Yo'q. Uyda tog'ora bormi? Tog'orami? Tog'orayam bor. O'g'ridan meni oling. Tog'orani olasiz, teshikka qo'yasiz. Ustidan suv quyib o'tiring, tog'oraga tushga to'g'radi. Uni o'rniga shuncha pulga vanna olgandan ko'ra burchaga tog'ora qo'yib yuvinsam bo'lmasmidi, ha?